Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi temamiz svecha haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik so'rashadi, qanaqa svecha qo'ysam bo'ladi. Endi tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu svechamiz Jin. Bu Xitoy svecha bo'ladi. Buni muammosi mana klintga yechib sinib ketgan. Bular turbina motorga dosh bera olmaydi. Juda ko'p bunaqa muammolar bo'lyapti. Silindrga yaxshi ham tushib ketmagan bu. Mashinaga hech narsa qilmagan, lekin oz qo'yganda juda yomon holatga kelishi mumkin edi mashina. Mana bunisi esa Asidelko. Bu Onyx mexanikalarda chiqadi. Bu turbina motorlarga mo'ljallanmagan. Rangi ko'k yozuvda yozilgan bo'ladi. Mana bunisi original. Nomerlariga e'tibor berasiz. Xohlasangiz skrinshot qilib oling. Orqasida mana R6 Asidelko. Kim original svecha qidirayotgan bo'lsa, bozorda mana shu nomerlariga qarab olasizlar. Endi xuddi shunga o'xshagan yana bitta svechamiz bor. Buni yozuvlari mana ko'ryapsiz, shrifti kichkina bo'ladi. Lekin nomerlari bir xil. Mana orqasida R6 yo'q. Keyin yana nimadan atlichат qilsanglar bo'ladi. Juda insofsiz sotuvchilar original deb tiqib yuboryapti. Bu igolka bo'lmaydi. Originalda igolkali bo'ladi. Ko'rinayotgan bo'lsa. Mana bu turbinaga dosh bera olmagan, erib ketgan, yo'q bo'lib ketgan. Original emasligini qayerdan atlichat qilasizlar? Skrinshot qilib olasizlarmi, videoni saqlanib qilib olasizlarmi? Podpiska bosib qo'ysanglar, yo'qotib qo'ymaysizlar. Bemalol videoga kirib, ko'rib, solishtirsanglar bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat. Podpiska bo'linglar, like bosinglar. Kimgadir manfaatli video bo'lgan bo'lsa, juda xursandman. Bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar ham bo'ladi, xizmatda bo'lsa. Sog' bo'lasizlar.